Janoza. Prezident og'ir judolikka uchradi. Marhumning haqqiga duoda bo'ling. Xalq taniqli insonidan ayrildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Qirg'iziston sobiq prezidentining ukasi O'zbekistonda vafot etdi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Kurmanbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev 66 yoshda O'zbekistonda vafot etdi. Bu haqida mamlakatdan qochib ketgan sobiq davlat rahbariga yaqin shaxslarga tayanib Sputnik Qirg'iziston xabar berdi. Hozircha Ahmad Bakiyevning o'limi sabablari va tafsilotlari ochiqlanmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jasad bugun 13 aprel kuni Jalolobod viloyatiga yetkazilishi rejalashtirilgan. Marhum o'zi tug'ilib o'sgan yurti Jalolobodda dafn etiladi, deyiladi xabarda.